turishma, bo'z. Tez buzib yo'qot buni. Men buzdiyapman aka, ustani mehnatini qadriga. Sen blogermisan? Blogerman men. Yaxshi kelib qolding. Hamma quragandan, buzagandan rasmga olib bergin menga. Men shuncha mehnatni buzaman deyapti. Shuncha ishni qilib rahmat aytmayapman. Negativ. Ha, endi bu ko'tarmaydi deyapti-yu buni. Endi 100% kafolat, 100% ko'taradi, xudo xolasa. Do'stlar, mana ko'rib beringlar. O'sha negativchilarga, akam bekorga jon kuydirmayapti. 6 kishi turibdi, salkam 700 kilo yukni bitta firmani o'zi ko'taryapti, xolos. 1200 kvadrat necha kunda qurib berdi? 20 kun bo'ldi mashinga, 20 kun bo'ldi. Yana 5 kunda bataman bitadi, xudo xolasa. 25 kunda do'stlar 1200 kvadrat joyni shunday bitkizib beryapti. Konteyner mahsulotida necha puldan qilib beryapsiz bitta? Aka, 240 mingdan qilib beryapman. Oylab yeb yotganmi bu yerda? 20 kunda men chiroq qilib berishga ketyapman. Do'stlar, 240 ming hamma yo'q o'zingizdan, ha? Hamma yo'q o'zimda. Elektrod Bolgarga tosh egasidan cho'pan olmaydi, faqat pulini sanaydi, abetini qilib beradi, bo'ldi. Qolgan hamma yo'g'ini o'zlari do'stlar Asakali usta bo'ladi. Asakadan olib kelishadi. Namanganda turibmiz. Eng qizig'i, mana tuligasigacha yopib berib ketishyapti do'stlar. 20 kun, 25 kunda o'sha 1200 kvadrat joyni bitkizib berishadi. Qana joylar qurib berasiz aka yana? Aka, Tbilisi, stadion, hamma narsasi temirdan barpo bo'lgan narsa hammasini qilib beramiz. Eng qizig'i 25 metrgacha bez ustun qilamiz buni, xudo xolasa. Nimaga buzaman deyapsiz aka? 20 metrga o'zi ustun ko'tarmaydi deyapti. Elga olib ko'rsatsang buni chidaydimi, ko'tarmaydi. Qor yog'sa pang'ilib o'ntab ketamiz deganga achchig'im kelib qoldi. Mehnat qadri yetmagandan keyin buzib tashlab deyapman-da buni. Ko'taradi 20 kilo. Xudo xolasa ko'taradi. Gap yo'q do'stlar, 20 metr bemalol ko'taradi. Video pastda nomerlar bor. Akamiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. 150 mingdan 300 ming so'mgacha 1 kvadratda ishlatilgan mahsulotga qarab do'stlar, noldan ko'tarib bergan ekanlar. Bu yerga kelganlarda quruq yer bo'lgan. Pastda nomeri bor. Aloqaga chiqadigan bo'lsalar, mo'shi qilib beradi. Sog' bo'linglar.